Qo'shrabot tarixida ilk bor ochilgan Elite School xususiy maktabiga qabul jarayoni boshlandi. 3 qavatli binoda joylashgan maktab zamonaviy o'quv auditoriyalar bilan jihozlangan. Farzandingiz maktabga xavfsiz kelib ketishi uchun maxsus transportlar maktabda mavjud. Farzandingizga shaxsan o'zim robot dronlar yasashni, ya'ni robototexnikani o'rgataman. Faqat ta'lim fanlari emas, hozirgi zamon talabi bo'lgan robototexnika, dron yasash, IT sohalari maktabda chuqurlashtirilgan holda o'rgatiladi. Har bir sinf zamonaviy sinf doskalari bilan jihozlangan. Farzandingiz orzusidagi maktab endi Qo'shrabotda Elite School. Eng katta sarmoya bilimga ajratilgan sarmoyadir. Farzandingiz kelajagini biz bilan quring. Zamonaviy maktab o'quv o'rni chegaralangan. Shoshiling, biz bilan bog'laning. Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shrabotliklar. Mana bugun men ijtimoiy tarmoqlar orqali Qo'shrabotda yangi ochilgan Elite School maktabiga tashrif buyurdik. Bu maktabda asosiy birinchi navbatda o'qituvchilarning saviyasi bo'yicha, o'sha lokatsiyasi bo'yicha, keyin o'sha xonalarning jihozlari bo'yicha, IT-ishnikmi misol uchun yoki robototexnika hammasi ajoyib sharoitda yaratilgan, zamonaviy va eng muhimi menga yoqqan tarafi ota-onalarga bolani xavfsizligi nuqtai nazaridan o'sha texnikalarni joriy qilinishi menga juda ham ma'qul bo'ldi. Barchalaringizni tavsiya qilib qolaman. Ajoyib o'quv markazi.